Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Biz ish faoliyatlarimizni boshladik. Andijondan mehmonlar keladi. Narxlarimiz yoqqan ekan. Telefon qilib, "Uka, yo'lga chiqib biz ishdi." Kelishdi. 25 ta 4 metrlik brus berdik. 7 ga 13 4 metrlik brusdan 25 ta. Narxlarni 90 ming so'mdan berdik. Keyin 4 metrlik bruslar chorchipimizdan 56 ta berdi. Bular 40 ming so'mdan. Keyin 18 qarimiz bor edi. Bular metrini 100 mingdan berdi. Aka, narxni ola yo'qdimi? Nima deysiz endi aka? Usta? Yaxshi aka, muyumlar ko'nglingizda bo'ldimi aka? Aka, Shopir aka nima deysiz endi aka? Qo'ying obunachilarga aka. Vallahi, Andijonlik akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hamma yo'qlarimiz bor. 4 metr to'siqlarimiz 120 ming so'm. 4 metrlik to'siqlar 80 ming so'mdan. 5 metrlik baquvvat to'siqlar bor bu yerda. Palvo qilib terilgan, bular 200 ming so'mdan. Vassalarimiz bor uzun, hammasi uzun 4 metrlik. Ichida ulari yo'q. Javob dera olamiz. Bular kvadratlar 20 ming so'mdan. Bu yerda 2 metrlik pirmichkalarimiz 35 ming so'm. 3 metrlik 60 ming. Yana vassalarimiz bor. Vassalar 15 ming so'mdan. Holatlar zo'r. 9 ta 10 ta qo'yilgan. Bog'lasa kvadratlar 100% to'liq yetmasa-mi 90%, 85% yetadi. Va vastanachi ishlacha qiyin bizda. Masalan 100 kvadrat joyga 100 olinsa, yetmay qolishi mumkin. O'shan hisobga bir qator aytib qo'yamiz uni. Baquvvat 4 to'sinimiz bor. Bular 130 ming so'm. Bu yerda yana bitta yangilik vassamiz bor. Bu vassamiz qo'zoqlar shilingan, archilgan vassa bo'ladi. Bular bu ham zich qilib terilgan. Bular narxlar 15 ming so'mdan. Kimga qancha narsa zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Vassalar cheklanmagan miqdorlarda bor. Bu yerda vodiyda yangilik reka bor. 6 sali qilib baylangan. Hammasi sholqirlar, garbuli yo'q. Bular narxlar 5,5 ming so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyat, Marg'ilon shahar, Kamina Taxta bozor. Sog' bo'lasizlar.